qizlar, ko'pchilikning savoliga javob berib ketaman. Vaziyatinglarni bilaman, hammada ham pul bo'lmaydi, qiyin holat bo'lib qoladi. O'sha arzimagan kurs pulini ham topish nerealni bo'ladi. Lekin ishoninglar, men savob bo'lsin deb bepulga ham o'rgatganman. E'lon qilmaganman bu narsani, hech qayerda ko'rsatmaganman. Imенно bepulga o'qiydiganlar o'qimaydi. Ishoninglar. Shunaqa dangasa bo'ladi, bahonasi ko'p bo'ladi va u edi, bu edi deydi. Men o'zimga o'zim va'da berganman. Men u meni yaqin o'rtog'im bo'lsin, men u meni qarindoshim, qo'shnim bo'lsin, erim tomon bo'lsin, farqi yo'q. Hech kimni tekinga o'qitmayman deb aytganman, va'da berganman. O'zimga ham, ularning o'zligiga ham. O'sha odamlarning o'ziga ham aytganman. Ko'rdingmi, tekinga bo'lsa qadri bo'lmaydi deb. Chunki pul to'lagan odam baribir bundoq qaraydi, o'qiydi, qiziqadi, nima u deb. Pul to'lamagan odam sal turib qarayman, o'qilarman deb shundan bo'lib ketadi. U xoh onlayn bo'lsin, xoh offlayn bo'lsin. Shu sababdan skidka bo'lmaydi, tekinga bo'lmaydi kurs.